Bugun biz Quvasoy shahrida neoklassik stilda remont qilingan xonadondamiz. Batga biz 11 ta eshik, 170 metrdan oshiq plyuslarni qilib berganmiz. Bitta interyerda birga ko'rib chiqamiz. Xo'p, batda bizda kuxna qismi berilgan, kaldodan kirishimiz bilan chap bo'ldi. Xo'p, bitta ko'rib o'zingizlar bitta baho berasizlar. Batda ko'rsanglar neoklassik stilda kuxna qismlari ham qilingan, juda ham chiroyli rang tanlashibdi. Undan tashqari mana ichkari tarafdan eshigimiz ko'rsanglar bo'ladi. Tilla rangda ko'rinadi. Tanloving noyni bir tomoni tilla, bir tomoni ko'k bo'ladi. Mijozimizga juda ham yoqib tushgan. Mana sabab furnituralamizga tilla juda ham chiroyli mos tushgan. Undan tashqari bu yerda to'g'rida ikkinchi etash uchun zina qismi va shu qatorda zal qismi uchun 1,5 tabaqada eshik qo'yib berganmiz. Buni ham bitta ko'rib baho beringlar, juda ham chiroyli chiqqan deb o'ylayman. Steli shtabiklari, ya'ni bu hech qanday uloqsiz bo'ladi. Bu steli bo'ladi, ertaga o'ynab qolish degan holat bo'lmaydi. Bu bizda zal qismi, kattaligiga e'tibor beringlar, juda ham chiroyli chiqqan deb o'ylayman. Lipkalar ishlatilgan. Shu qatorda shu lipkalarga moslab biz bek ishlarimizni, gulxo'ylarimizni nol qurg'ich variantda tanlaganmiz. Ularni ham bitta ko'rsatib o'taman. Baribir nol qurg'ich variant juda ham chiroyli. Hozirgi kunda eng trendda 2022-yildan beri bu ishni juda ham ko'p sotib kelyapmiz. Rangi esa qizil jemchug, italyanskiy renderdan foydalanganmiz. Ko'rib natijasidan bitta baho beringlar. Undan tashqari endi biz ikkinchi etajni ko'rsatib o'taman, bitta ko'rib baho berasizlar. Ikkinchi qavatga ham chiqib oldik. Batda to'g'rida bizda spaniya qismi berilgan, bitta ko'rib baho berasizlar ichkariga. Juda ham chiroyli stilda remont qilinibdi. Qaranglar, bu yerda sanuzel qismi uchun ham, garderob qismi uchun ham eshiklar o'rnatib berganmiz. Undan tashqari remontiga ham baho beringlar, juda ham shinam, chiroyli chiqibdi. Menga juda ham yoqdi remont stili. Eshiklarimizga ham o'zinglar 0 dan 10 gacha baho berib ketishingizni so'rab qolardim. Undan tashqari bu yerda bizda prayom obshivkalar ham qilib berganmiz. Bularni ham ko'rib bitta baho beringlar. Xuddi dualda lipkalarga o'xshatib, bunda ham abqalatlar ishlatganmiz. Bular to'liq NDFdan italyanskiy render kraskalardan foydalanib qilingan. Buni bemalol artib, uzoq muddat ishlatsa bo'ladi. Undan tashqari mana bu yerda kutubxona uchun ham nol qurg'ich variantda qolgan eshiklar bilan bir xil stilda eshigimizni o'rnatganmiz. Undan tashqari yana bitta foydali ma'lumot sizlar uchun. Aynan shu bizda sapajok qismlari berilgan. Har bir narsa uchun bu parketni zazorni yopish uchun va bu steli, ya'ni amdalishkamizdan bitta yasalgan. Mijozimizdan shu talab bo'lgan, ya'ni bu chiqib ketmasdan yuradiganlar. Shuning uchun ham shu variantdan foydalanganmiz. Bu ertaga chiqib ketmaydi, bu steli bo'lgan hisobiga. Xonadonimiz zayniga va qo'yib bergan ishlarimizga baho berib ketishlarini so'rab qolardim. Undan tashqari sizlarga shunaqa prayomlar, eshiklar, plyuslar kerak bo'ladigan bo'lsa, Akbarich Farg'onaga murojaat qilsanglar bo'ladi. Ideal yechimlar qilib beramiz.